Hazrati Muso alayhissalom hali chaqaloq bo'lganida la'natlangan Fir'avnning saroyida katta bo'lish uchun farzand qilib olinadi. Qadimgi Misrning fitna-fasodga to'la zulm ostiga qurilgan qirollik oilasida Muso uzoq yillar davomida ulg'ayadi. Ammo kunlardan bir kun dahshatli bir voqea sodir bo'ladi va Muso jonini saqlab qolish uchun Misrdan qochishga majbur bo'ladi. U eng yuqori mavqega yetganida oddiy bir hayot, cho'ponlik hayotini boshlaydi. O'zini tayyor his qilganida esa Muso Misrga qaytadi va keyin voqealar boshlanadi. Zarurat tug'ilganda ilonga aylana oladigan yoki barcha dengiznikiga bo'la oladigan mo'jizaviy asosi bilan Muso alayhissalom hayotining hayratomuz hikoyasiga guvoh bo'lasiz. U o'lim farishtasiga zarba berib, uning bir ko'zini chiqarib yuborgan, osmondan yog'ilgan sirli ovqatlar va va'dalangan zamin sari sarguzashtlari bilan tarix va iymon tutashgan bu ajoyib yo'lga tayyormisiz? Unda boshlaymiz. Qadimgi Misrda zolim Fir'avn hokimiyat tepasida edi. U Isroil avlodlaridan tug'ilajak bola uning taxtini ag'darish haqida bashorat eshitadi. Bu bashorat Fir'avnni larzaga soladi. U darhol farmon chiqaradi, yangi tug'ilgan barcha o'g'il bolalar o'ldirilsin. Aynan shu zulmatli davrda Levi qabilasidan bo'lgan bir ayol Musoga homilador edi. U tug'ilganda onasi bolaning nurlik va alohida ekanini darrov anglab yetadi. Ammo Musoning tirik qolishi uchun reja tuzish kerak edi. Onasi savat to'qib bolani Nil daryosiga qo'yib yuboradi. Musoning opasi Maryam savatning ortidan yuradi, nima bo'lishini jimgina kuzatadi. Savat suzib borayotgan paytda Fir'avnning qizi Nil daryosida cho'milayotgan edi. Allohning irodasi bilan savat aynan o'sha yerga kelib to'xtaydi. Fir'avnning qizi savatni ochadi. Ichkarida go'dak Muso. Opasi Maryam unga yaqinlashadi va deydi: "Agar istasangiz, bu go'dak uchun emizuvchi ayol topib beraman." Fir'avnning qizi bu taklifni xush ko'radi. Shunday qilib, Musoning onasi o'z farzandini yana bag'riga oladi. U farzandini emizadi. Buning evaziga esa Fir'avndan maosh ham oladi. Musoning onasi bolasini nafaqat ko'radi, balki uning tarbiyasida bevosita qatnashadi. Shunday qilib Muso Isroil avlodidan bo'lishiga qaramay, Fir'avnning saroyida shohona hayotni boshlaydi. Musoning chaqaloqlik davri sirlar va mo'jizalar bilan to'la edi. U Fir'avnning saroyida o'sa boshladi va bu davr uning kelajakdagi taqdirini belgilab beradigan bosqichga aylandi. U o'z qavmi Isroil avlodlari zulm ostida yashayotgan bir davrda Fir'avn saroyida haqiqatdan bexabar holda voyaga yetayotgan edi. Musoga eng yuqori darajadagi ta'lim berildi. U tez o'rganar, bilimni chuqur o'zlashtirardi. Misrning boshqaruv tizimi, hieroglif yozuvi va diniy marosimlar barchasini o'rgandi. Ammo Fir'avn saroyida ulg'aygan Ibroniy sifatida uning bolalik yillari doimiy ichki to'qnashuvlar bilan o'tdi. Bir tomonda uni tarbiyalagan Fir'avnning qizi, boshqa tomonda esa onasi va o'z xalqiga bo'lgan rishtalar. U asta-sekin asl kimligini anglay boshlaydi. U ko'radiki, uning qavmi zulm ostida ezilmoqda. Bu manzara Muso yuragida og'ir iztiroblar uyg'otadi. O'z xalqini ozod etishga tayyor emas edi. Bu bolalik uning xarakterini shakllantirgan asosiy davr edi. Saroyda olgan bilim va tajriba keyinchalik yetakchilik fazilatlari sifatida namoyon bo'ldi. Ammo onasi va qavmiga bo'lgan rishtalar undan asl kelib chiqishini unutishga yo'l qo'ymadi. Bolaligi davrida Musoning o'z xalqiga bo'lgan muhabbati va adolatga bo'lgan ishtiyoqi kundan kunga kuchayib borardi. U bilmasdi, bir kun kelib aynan shu tuyg'ular uni tarixdagi eng buyuk yetakchilardan biriga aylantiradi. Hazrati Musoning yoshlik davri uning o'z kimligi, taqdiri va ilohiy vazifasi bilan yuzma-yuz kelgan davr edi. Fir'avn saroyida ulg'aygan Ibroniy sifatida Muso xalqining dardu azoblarini ko'rmaslikka olish o'rniga adolat izlash yo'lini tanladi. Ammo bu tanlov uning hayotida kutilmagan burilish yasadi.
Qur'oni Karimda zikr qilinganidek, bir kuni Muso bir misrlik kishining bir ibroniyni urayotganini ko'radi. Bu holatga guvoh bo'lgan Muso g'azabini tiya olmaydi, u misrlikka musht tushiradi. Uning niyati o'ldirish emas edi, lekin zarba kuchli bo'ladi, misrlik halok bo'ladi. Bu voqea Musoning hayotidagi burilish nuqtasi edi. U beixtiyor odam joniga qasd qilganini anglab yetadi. Pushaymon bo'ladi va Allohdan tavba qiladi. Alloh uning niyatini bilgan edi, uning tavbasini qabul qiladi. Lekin bu voqea Fir'avn qulog'iga yetadi va Fir'avn Musoni kechirish niyatida emas. Musoning hayoti endi xavf ostida, u Misrdan qochishga majbur bo'ladi. Muso alayhissalom uzoqqa Madyan o'lkasiga yo'l oladi. U yerda Shuayb payg'ambarning qizi Safura bilan tanishadi va u bilan turmush quradi. U yerda Muso payg'ambar cho'ponlik hayotini boshlaydi. 10 yil davomida u sahroda yashaydi, o'zini topadi. Cho'ponlik unga sabrni o'rgatadi, empatiya beradi va yetakchilik kuchini shakllantiradi. Bu yillar ichida Muso payg'ambarning Gershom va Elyozer ismli 2 o'g'li tug'iladi. Endi Muso alayhissalom yetilgan edi. Oldinda esa uning hayotidagi eng muhim burilish payg'ambarlik va ozodlik sarguzashti boshlanish arafasida edi. Hazrati Muso alayhissalomning qo'lida uchli bir tayoq bor edi. Oddiy tayoq emas, bu mo'jizaviy aso edi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, bu tayoq ilk inson Hazrati Odamdan boshlab bir avloddan boshqasiga o'tib Muso payg'ambargacha yetib kelgan. 10 yil Madyanda yashagach, Muso alayhissalom rafiqasi Safura va qo'ylari bilan birga Misrga qaytishga qaror qiladi. Uning niyati Isroil avlodlarini zulmdan qutqarish edi. Qish fasli, yo'lda kuchli yomg'ir yog'adi. Ular Tur tog'idagi bir g'orga kelib panoh topishadi. O'sha qorong'u, sovuq tun Muso uzoqdan nurli bir yoritgichni ko'radi. Bu esa oddiy nur emas edi. Bu nur Allohdan edi. Payg'ambarlikka tayyorlash uchun yuborilgan ilohiy ishorat. Muso nur tomon yo'l oladi. U yerda Allohning nidosi yangraydi. Ey Muso, men seni Robbingman. Darhol oyoq kiyimlaringni yech, chunki sen muqaddas Tuva vodiysidasan. Men seni tanladim. Endi vahiy qilinayotgan narsalarga quloq tut. Allohning da'vati shu shaklda davom etadi. Men Allohman, mendan boshqa iloh yo'qdir. Menga ibodat qil va meni yod etish uchun namoz o'qigin. Qiyomat kuni albatta kelur. Allohning da'vati shu shaklda davom etadi. Asongni yerga tashla. Muso payg'ambar asoni yerga tashlaydi. Aso ulkan ilonga aylanadi. Muso alayhissalom cho'chiydi, qo'rqadi. Ammo Alloh unga deydi: "Qo'rqma, bu men yuborgan mo'jizadir." Endi u biladiki, bu tayoq oddiy tayoq emas. Bu Allohning qudrati jamlangan mo'jiza vositasi. U charchaganda unga suyanar edi, yurishga ojiz bo'lsa, unga minib olardi. U uxlayotganida tayoq uni himoya qilardi. Bu tayoq meva bergan, soyabonga aylangan hayot asosi edi. So'ngra Alloh deydi: "Qo'lingni ko'ksingga qo'y." Muso payg'ambar buyruqqa bo'ysunadi, qo'lini chiqaradi. Quyoshdek oppoq, nurli qo'l, hech bir nuqsonsiz. Alloh yana deydi: "Agar bu porlash sen yoki boshqalar uchun qo'rquv uyg'otsa, yana ko'ksingga sol, u avvalgidek bo'ladi." Shu mo'jizadan so'ng Alloh Musoga deydi: "Fir'avnning oldiga bor, chunki u haddan oshdi." Hazrati Muso alayhissalom Fir'avn huzuriga qaytish masalasida xavotirda edi, chunki u yerda unga hujum qilishlari mumkin edi. Shu sababli Allohdan yordam so'raydi va deydi: "Ey Robbim, akam Horunni menga yordamchi qilib ber." Alloh taolo unga vahiy yuboradi: "Biz seni va akang Harunni quvvatlaymiz. Sizlar ulardan ustun bo'lasizlar."
Shundan so'ng Muso alayhissalom Isroil avlodini zulmdan ozod qilish uchun yana Misrga qaytadi. Uning qaytganini ko'rgan Fir'avn g'azab bilan so'zlaydi: "Biz seni saroyimizda katta qildik, himoya qildik. Endi kelib bizdan odam o'ldirasanmi? Sening qilganing noshukrlikdir." Muso payg'ambar so'z bilan javob beradi. Hazrati Muso unga tushuntirmoqchi bo'ladi. Bu ish qasddan emas edi, ammo Fir'avn ishonishni istamaydi. Muso deydi: "Robbim meni payg'ambar qilib tanladi." Fir'avn javob beradi: "Sen aytayotgan Robbing kim o'zi? Bu yerda yagona iloh menman." Shundan so'ng Muso alayhissalom Fir'avnni Allohga ishonishga da'vat qiladi va unga mo'jizalarni ko'rsatadi. Avval asoni yerga tashlaydi. U katta ilonga aylanadi. Keyin qo'lini ko'ksiga qo'yib chiqaradi. Qo'li yorqin nur bilan porlaydi. Bu mo'jizalar hatto Fir'avnni ham iymon keltirish darajasiga yaqinlashtiradi. Lekin uning vaziri aralashadi. "Ey Fir'avn, sen tangrisan, biz senga sig'inamiz, tangriligingdan voz kechma." Fir'avn ko'rgan mo'jizalarni unutadi va yana o'zining xudolik da'vosini davom ettiradi. Keyin esa xalqqa deydi: "Muso sehrgar va ko'zbo'yamachidir." Fir'avn Musoning mo'jizalarini rad etish va odamlarni o'z tarafida ushlab qolish uchun mamlakatdagi eng mohir sehrgarlarni yig'ishga qaror qiladi. Ular katta xalq oldida chiqish qilishadi. Avval sehrgarlar tayoqlarini yerga tashlaydi. Tayoqlar ilonga aylanadi. Ammo bu ko'z illuziyasi edi, haqiqiy emas. Allohning mo'jizasi bilan Muso alayhissalom ham asosini yerga tashlaydi. U haqiqiy ulkan ilon bo'ladi. Sehrgarlarning barcha ilonlarini yutib yuboradi. Sehrgarlar Allohning qudratini tan oladilar. Ular darhol sajdaga bosh qo'yadilar. Fir'avn tahdid qilsa ham ular iymonlaridan qaytmaydilar. Fir'avn ko'rsatilgan mo'jizalardan so'ng ham qattiqqo'lligidan qaytmadi. Alloh taolo unga va uning xalqiga birin-ketin 10 ta dahshatli balo yubordi. Har safar balo kelgach, Fir'avn "Men sizlarni ozod qilaman" deb va'da berardi. Lekin balo ketganidan so'ng yana va'dasidan qaytardi. Nihoyat eng og'ir balo birinchi tug'ilganlar o'limi kelgach, Fir'avn taslim bo'ladi. U Muso payg'ambarga va Isroil avlodiga Misrdan chiqishga ruxsat beradi. Bu Isroil avlodlari tarixidagi eng buyuk burilish edi. Yillar davomida qullikda yashagan xalq nihoyat ozodlik sari yo'l oldi. Lekin Fir'avn yana fikrini o'zgartiradi. Ularni nima uchun ozod qildim deb pushaymon bo'ladi. U armiyasini yig'ib, ularni quvib chiqadi. Isroil avlodlari oldida Qizil dengiz, orqasida esa Fir'avnning armiyasi. Ular vahimaga tushadi. Ular Muso alayhissalomga murojaat qiladilar. "Endi nima qilamiz? Halok bo'lamizmi?" Muso alayhissalom: "Qo'rqmanglar, tinchlaninglar. Bugun Robbingiz siz uchun nima qilishini ko'rasizlar. Dushmanlaringizni endi hech qachon ko'rmaysizlar." Alloh Musoga buyuradi: "Asoyingni dengizga yo'naltir." Muso alayhissalom asosini dengizga yo'naltiradi. Dengiz ikki tomonga yoriladi. O'rtada quruq yo'l ochiladi. Isroil avlodlari bu mo'jizaviy yo'l orqali dengizdan xavfsiz o'tib ketadilar. Fir'avn va uning qo'shini ham ortdan kiradi. Lekin Muso alayhissalom dengizga yana asosini uzatadi. O'sha payt to'lqinlar yopiladi. Fir'avnning butun armiyasi cho'kib halok bo'ladi. Bu voqea nafaqat buyuk mo'jiza, balki e'tiqod, tavakkul va Alloh irodasiga bo'ysunish ramziga aylandi. Qizil dengiz mo'jizasidan so'ng Muso alayhissalom va Isroil avlodlari Alloh va'da qilgan yurt sari yo'l olishadi. Bu oddiy safar emas edi. Bu sabr, iymon va Allohga ishonch sinovi edi. Yo'lning boshida ular birinchi katta muammoga duch kelishdi. Ovqat va suv yo'q. Alloh Musoga buyuradi:
asoying bilan toshga ur. Muso payg'ambar asosi bilan toshga uradi va undan 12 ta buloq otilib chiqadi, har bir qabilaga bittadan. Alloh ularga osmondan manna va selva ham yog'diradi. Manna asalli shirinlikka o'xshash oziq edi. Selva qush go'shti, ya'ni bildirchinga o'xshash. Bu mo'jizaviy taomlar ularni ochlikdan qutqardi. Shunga qaramay, Isroil avlodlari nonko'rlik qilishdi. Ular Misrdagi qullikni eslab, o'sha hayotga qaytishni xohlashdi. Alloh ularni jazoladi. 40 yil sahroda adashib yurishga mahkum qildi. Bu ularning poklanish sinovi edi. Bu 40 yillik sayohat davomida ko'plab voqealar yuz berdi. Eng mashhurlardan biri oltin buzoq voqeasidir. Bu vaqt ichida Muso alayhissalom Allohning amrlarini olish uchun Sina tog'iga chiqadi. U yerda 40 kun, 40 tun qoladi. Muso alayhissalomning uzoq qolishidan zerikkan Isroil avlodlari uning ukasi Harunni bosim ostiga olishadi. Ular barcha taqinchoqlarni eritib, oltindan buzoq yasashadi va unga sig'inishni boshlashadi. Muso alayhissalom tog'dan tushadi, ko'rgan manzaradan esa g'azabga to'ladi. U Allohdan olgan Tavrot lavhalarini yerga otib yuboradi. U xalqni tanbih qiladi va ularni tavba qilishga, Allohdan mag'firat so'rashga da'vat etadi. Sahroda o'tgan yillar davomida Alloh Isroil avlodiga manna va selva nomli 2 maxsus ovqat yubordi. Bu taomlar nafaqat ularni oziqlantirdi, balki ma'naviy saboqlar ham o'rgatdi. Manna oq shirin halvaga o'xshash asalli ta'mli oziq edi. Har kuni erta tongda osmondan tushar, faqat kerakli miqdorda yig'ish mumkin edi. Ortiqcha yig'ish taqiqlangan edi. Selva esa bildirchinga o'xshash qush go'shti, tabiiy hayvoniy oqsil manbai sifatida ular uchun mo'jizaviy rizq edi. Bu ikki oziq haqida turli nazariyalar mavjud. Ba'zilar ularni mono, atomik oltin deb ataydi. Ba'zilar esa ularni bugungi maxfiy eliksirlar bilan bog'laydi. Ammo haqiqatni faqat Alloh biladi. Bu taomlar ularni cho'l hayotida tirik tutdi. Ammo ular yana shubha, yana isyon yo'liga kirdilar. Allohning mo'jizalarini ko'rib turgan holda ham ular butlarga sig'indilar, va'dalarni buzishdi, Muso alayhissalomni yolg'iz qoldirishdi. Muso alayhissalomning sabri tugamadi, u xalqini tark etmadi, Allohning amrlarini yetkazishda kurashdan to'xtamadi. Ammo Alloh ularni va'da qilingan yurtdan mahrum qildi. Bu yurtni ko'zlari bilan ko'rish ularga nasib etmadi. Muso alayhissalomga ham bu yurtda yurish nasib etmadi. U Nebo tog'iga chiqdi va u yerdan va'da qilingan yurtini uzoqdan tomosha qildi. 120 yoshga kirgan Muso alayhissalom o'lim farishtasi bilan uchrashadi. Bir kuni o'lim farishtasi Muso alayhissalomning huzuriga kelib, uning ruhini olishga ruxsat so'raydi. Ammo Muso alayhissalom bu kelgan kishining kimligini anglamagan bo'lsa kerak, unga zarba beradi va o'lim farishtasining bir ko'zini chiqarib yuboradi. O'lim farishtasi Allohning huzuriga qaytib: "Ey Robbim, sen meni o'limdan nafratlanadigan bir qulingning ruhini olishga yubording" deydi. Shunda Alloh unga yana Muso huzuriga qaytib, unga ayt, qo'lini ho'kizning orqasiga qo'ysin. Har bir tuk uchun unga 1 yil umr ziyoda qilinadi. Tanlashi o'z ixtiyorida, uzoq umr yoki hozirgi o'lim. Muso alayhissalom buni eshitgach so'raydi: "Uzoq umr tugagach nima bo'ladi?" O'lim farishtasi javob beradi: "Baribir oxiri o'lim." Muso alayhissalom deydi: "Unday bo'lsa, men hozir o'limni tanlayman." Va o'sha yerda o'lim farishtasi uning jonini oladi. Bugungi kunda Hazrati Muso alayhissalomning qabri aniq joyi noma'lum, lekin ko'pchilik tomonidan hozirgi ko'rsatilgan joyda yotganiga ishoniladi.
Tarixiy manbalarga ko'ra, Salohiddin Ayyubiy 1187-yilda Quddusni fath qilgandan so'ng Muso alayhissalomning qabrini tushida ko'rib, u yerda maqbara qurdiradi. Aslida Muso alayhissalom Neba tog'ida vafot etgani aytiladi. Lekin hozirgi dafn qilingan joy Quddus bilan Erixa oralig'ida Nebo tog'idan uzoqda joylashgan. Bu jasad qanday qilib bu joyga olib kelingani borasidagi rivoyatda aytilishicha, Muso alayhissalomning xalifasi Hazrati Yusha uning jasadini iloji boricha Quddus yaqiniga olib kelgan va shu yerga dafn qilgan. Bugun Quddus ziyoratiga boruvchilar Hazrati Musoning maqbarasini ham ziyorat qilishadi. Ammo haqiqiy joyini faqat Alloh biladi. Ammo Muso alayhissalomning hayoti bizga sabr, tavakkul, iymon, jasorat ramzi bo'lib qoldi. U zulmga qarshi turgan, xalqini ozodlik sari yetaklagan ulug' rahbar edi. Hazrati Muso alayhissalomning hayoti oddiy bir inson hayoti emas edi. Bu vahiy, mo'jiza, sabr va kurash bilan to'la ilohiy safar edi. U Allohning kalomini insonlarga yetkazdi. U zulmga qarshi turdi. U ozodlik uchun kurashdi. U xalqini sahro orqali haqiqat sari olib bordi. Uning hayoti tarix emas, saboqdir. Hamma zamonlar uchun yo'l ko'rsatkichidir. U dushman oldida bukilmadi, xalqining isyoniga qaramay ularni tark etmadi. Sabr qildi, Allohga suyanib ilohiy vazifasini bajardi. Muso alayhissalom bir payg'ambar, bir o'qituvchi, bir yo'lchi, bir rahbar. Uning har bir qadami biz uchun dars, har bir sabri namuna, har bir mo'jizasi Allohning qudratini eslatadi. Masrning zulmidan cho'lning tanholigiga, xalqining isyonlaridan va'da qilingan zaminga qadar bu faqat bir payg'ambarning emas, balki bir rahbar va yo'l ko'rsatuvchining hikoyasidir. Hazrati Muso alayhissalomning hayoti sizning hayotingizga ham nur sochishini tilagan holda, keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling.